Kanalimga hoş geldingiz. Meni sevgili izdoshlarım. Mana bu machalkani qanday qilib to'qiganimni sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Sizlar ham tayyorsangiz birgalikda bismillah deya boshlaylik. Boshlang'ishda 6 yoki 7 dona zanjir olamiz. 1 2 3 4 5 6 va 7 dona olaylik. Har ikki uchini birlashtiramiz, doira shakliga keltirib olamiz. Va doira ichidan 8 dona mangiz chiqaramiz. 1 2 3 4 dona ilmoq oldim. Sizlar ipingizni qalinligiga ko'ra 3 yoki 4 dona ilmoq chiqaringlar. Oralariga 1-2 dona zanjir olamiz va bu shaklda 8 dona mangizimizni olib kelaylik. 2 3 4 birlashtiramiz. 1-2 dona zanjir. Bu shaklda davom etaylik. 8 dona mangizimizni olib keldik. İpimizni almashtiramiz. Mana bu mangiz tepasidagi xonadan takror mangiz chiqaramiz, ya'ni uchli mangizlardan qilamiz. İpimizni uzatamiz. 1 2 3 dona ilmoq chiqardim, ya'ni ipim birozgina qalinroq. Sizlar ipinglarga ko'ra ilmoqlarni olinglar, 3 yoki 4 dona ilmoq chiqaringlar. Birinchi mangizimizni boshini berkitamiz. Tepasiga ikkinchi mangizimiz qilamiz. 1 2 3. Boshini berkitmasdan hamon pastdan keyingi mangizimizni chiqaramiz. 1 2 va 3. İkki mangizni birlashtiramiz. Oralariga 1 2 3, ya'ni 2 yoki 3 zanjir olinglar. Bu shaklda uchgan mangizlar chiqadi. Keyingi xonadan yana aynisi takrorlanadi. Birinchi qatorini to'qib keldim. Davom etamiz. Har zamon boshlang'ishda yuqoriga to'g'ri yuksalish mangizini olamiz. Boshini bekitamiz. Undan keyin uchlik mangizlardan davom etamiz, ya'ni 3 yulduzli mangizlardan. Tepasiga 1 2 3. Hamon mana bu mangiz tagidan ikkinchi mangizimizni chiqaramiz. Keyingi xonadan 3-chi mangizimiz. 1 2 3. 3 mangizni birlashtiramiz. Mangizlarni ko'paytirayotganda yana bir bor aytib o'taman, bilasizlar zotan. Oxirida 2 dona mangiz olib ko'paytiramiz. Bu birinchi mangizimiz. Pastdan ikkinchi mangizimizni olamiz. 2 3. 2 mangizni birlashtiramiz. Orasiga 1 2
3 zanjir olamiz. Bu shaklda yana bir mangiziga ko'paygan bo'ldi. Yana aynı shaklda davom etiladi. Birinchi mangizimizni boshini berkitamiz, mahkamlaymiz va uchli mangizdan davom etamiz. Oxirida 2 dona mangizni birlashtirib, bu shaklda 4 qator bo'lgunga qadar ko'paytirib, to'qib kelaylik. Oxiriga qadar tepadan qaraganda 4 mangiz, ya'ni 4 qator to'qidik. Endi yaproqlarini kamaytiramiz. Oxirida 2 mangiz bilan ko'paytirdik. Endi buni aksi bo'ladi. Kamaytirayotganda boshlang'ich 2 dona mangiz olamiz. Bu shaklda yaproqlarimizni mangizlari kamayib boradi. Birinchi mangizimizni oldik. Boshini bekitmasdan hamon keyingi xonadan ikkinchi mangizimizni chiqaramiz. Va 2 mangizni birlashtiramiz. Ya'ni bular boshlang'ich har zaman yuqoriga to'g'ri yuksalish mangizi degan edik. Ya'ni yuksalish mangizini boshlang'ich bir mangizga bu shaklda kamaytirib oldik. Uchli mangizdan davom etamiz. 1 2 3. Hamon pastidan ikkinchi mangizimizni chiqaramiz. Keyingi xonada 3-chi mangizimiz va 3 mangizni birlashtiramiz. Ikkinchi uchli mangizimizni chiqaramiz. Tepasiga bir mangiz, pastiga ikkinchi mangizimiz, keyingi xonadan 3-chi mangizimiz va 3 mangizni birlashtiramiz. Oxirgi uchli mangizimizni chiqaramiz. Tepasiga bir mangiz, hamon pastdan ikkinchi mangizimiz va oxirgi xonadan 3-chi mangizimizni chiqaramiz. Bu shaklda. Bu yerda adashib ketmanglar. Mana bu ikki yon tarafdagi mangizlarimiz yuqoriga to'g'ri yuksalish mangizi. Buni hisoblamaymiz, faqatgina 2 mangizni o'rtadagi tepadagi mangizlarimizni hisoblaymiz. 4 mangizimiz 3 mangiz bo'ldi. Orqa tarafini o'ntaramiz. Orqa tarafda takror yana 2 mangiz bilan kamaytiramiz. Bu yuqoriga to'g'ri yuksalish mangizi. Ikkinchi mangizimizni ham chiqaramiz. 2 mangizni birlashtiramiz. Yana aynı shaklda uchli mangizdan davom etamiz. Tepasiga birinchi mangizimiz, hamon pastdan ikkinchi mangizimiz, keyingi xonadan 3-chi mangizimiz va 3 mangizni birlashtiramiz. Endi 3 mangizni 2 mangizga kamaytiramiz. Bu birinchi mangizimiz va ikkinchi mangizimiz qilamiz. 1 2 3. Hamon pastidan ikkinchi, keyingi xonadan 3-chi mangiz. 3 mangizni birlashtiramiz. Bu shaklda. Orqa tarafini o'ntaramiz. Mana tepadan qaraganda 2, pastda 1 2 qator bo'ldi. Yana aynı shaklda davom etiladi. 1 2 3. Keyingi xonadan ikkinchi mangizimizni chiqaramiz va 2 mangizni birlashtiramiz. Birinchi mangizimiz,
pastdan ikkinchi mangizimiz, oxirgi xonadan uchinchi mangizimizni olamiz. Orqa tarafini o'ntiramiz. Tepadan qaraganda bir mangiz qoldi. Buni ikki mangiz bilan bitiramiz. 1, 2, 3. Keyingi xonadan 1, 2, 3. Ikki mangizni birlashtiramiz. Orqa tarafini o'ntiramiz. Mana yon tarafdan qaraganda 1, 2, 3, 4. Albatta saninglar, adashib ketmanglar. Endi ipimizni kesmasdan uzunroq zanjirlar olib, 2 zanjir har xonaga bu shaklda birlashtirib chiqamiz. Ya'ni pastga tushib olishimiz kerak. Uzunroq chekinglar. Zanjirlarni tortishib qolmasin. Bu shaklda pastga tushib oldik va bir zanjir bilan qarshi tarafga o'tib olamiz. Va bu yerdan yana aynı shaklda mangizlarni kamaytirib, to'kib kelaylik. Bu shaklda men to'kib keldim. Birozgina mana bunday turishi mumkin. Bu to'qish davomida o'zini tashlab, ya'ni to'rlanib ketadi. Endi chekadagi mana bu bezovni to'qiymiz. Men uchiga, oxiriga bitish yeriga ipimni bog'lab oldim. Eng tepasiga. Bu yerga birinchi mangizimizni chiqaramiz. 1, 2, 3. Mangizning tepasini berkitamiz. Ya'ni kubik shaklida bo'ladi. Tepasiga bir mangiz. 1, 2, 3. Mangiz tepasini berkitmasdan hamon keyingi xonadan ikkinchi mangizimizni chiqaramiz. 2, 3 va ikki mangizni birlashtiramiz. Kubik shakliga keldi. Davom etamiz. 1, 2, 3. Keyingi xonadan ikkinchi mangizimizni chiqaramiz. 1, 2, 3. Orada men to'qib oldim. 3 dona kubikdan keyin 4-kubigimizni qilamiz, ya'ni oxirgisini va boshini berkitmasdan qarshi tarafga o'tamiz. Chunki qarshi tarafdagi orasi yaqin bo'lgani uchun hamon keyingi qatordagi kubikni bir tarafini, ya'ni ustunini chiqarib olamiz. Qarshi tarafga o'tamiz. 3-mangizimizni chiqaramiz va 3 mangizni birlashtiramiz. Bu shaklda bir yo'li qarshi tarafga o'tib bo'ldik. Mana bunday. Kubikdan davom etamiz. 1, 2, 3. Keyingi xonadan ikkinchi ustunimiz. 2 ustunni birlashtiramiz. Mana bu shaklda bo'ladi. Bu shaklda qarshi tarafga o'tamiz. Zanjirlarimizni birozgina uzunroq olaylik. 1, 2. Pastga mahkamlaymiz.
Bu şekilde mana bu qarshi tarafga o'tib olgan bo'ldik. Yana aynı shaklda davom etamiz. Boshlang'ich birinchi mangizimizni olamiz. Boshini berkitamiz. Undan sonra ikkili mangiz olib kubiklarimizni qilishga davom etamiz. 2 3 Qarshi tarafdan ikkinchi mangizimiz. 1 2 3 ikki mangizni birlashtiramiz. Bu şekilde to'qishga davom etaylik. Keyingi qatorlarni ham men to'qib keldim. Bu yuqori tarafdagi mangizlar, bu tepadagi kubik, tepasiga 2 dona takror kubik qildim, ya'ni videoni uzatishni istamadim. Ilmog'imizni uzatamiz. 1 2 3 Keyingi xonadan ikkinchi mangizimizni chiqaramiz. Mana bu o'rtasiga kelganda o'rtasidan ilmoq olmaymiz, mangiz chiqaramiz. Hamon qarshi tarafga o'tamiz. Uchinchi mangizimizni chiqaramiz. 1 2 3 3 mangizni birlashtiramiz. Faqatgina o'rtasida bu shaklda farq bo'ladi, ya'ni hamon qarshi tarafga o'tgan bo'ldik. Kubik shaklida davom etamiz. Ikkinchi mangizimizni chiqaramiz keyingi xonadan. 2 mangizni birlashtiramiz. Bu şekilde. Bu şekilde oxiriga qadar to'qib keldim. Videoni uzatishni istamadim. Orqa tarafini o'ntiramiz. Birinchi mangizimizni olamiz. Boshini mahkamlaymiz. Tepasiga birinchi mangizimiz, keyingi xonadan ikkinchi mangizimiz, ya'ni bir dona kubik bo'ladi. Birinchi qatorda 2 dona kubikdan keyin 3 mangizni birlashtirgandik qarshi tarafga o'tayotganda. Ikkinchi qatorda 1 dona kubikdan keyin 3 mangiz olamiz. 1 2 3 Keyingi xonadan ikkinchi mangiz. O'rtani tashlab ketamiz. Keyingi xonadan, ya'ni qarshi tarafdan 3-chi mangizimizni chiqaramiz. Uchini birlashtiramiz. Bu şekilde. İki, üç. 1 2 3 Bu şekilde oxirgi mangizimizni ham birlashtirdik. Orqa tarafini o'ntiramiz. Orqa tarafda aytganimdek, birinchi qatorda 2 kubik, keyingi qatorda 1 kubik. Uchinchi qatorda faqatgina yuqoriga to'g'ri 1 dona mangizimizni olamiz. Undan so'ngra 3 mangizni birlashtiramiz. Birinchi mangizimizni chiqaramiz. 2 3 Keyingi xonadan ikkinchi mangiz.
o'rtadagi xonani tashlab qarshi tarafga o'tamiz. 3-chi mangizni chiqaramiz. Mangizni birlashtiramiz. Mana bu yerga bir dona mangiz qilamiz oxirida. Uchinchi qator ham bitdi. Oxirgi qatorda faqatgina mana bu o'rtasi qoldi. Bu o'rtadan 1, 2, 3. Qarshi tarafdan yana bir mangiz chiqaramiz. 2 mangizni birlashtiramiz bu shaklda. İpimizni kesamiz. Men birozgina to'qib oldim. Mana bu burchak qismlardan 3 dona mangiz chiqaramiz. Qolgan xonalarda bir donadan mangizlarimizni chiqaramiz. Keyingi xonadan 1, 2, 3 dona ilmoq chiqaramiz, ya'ni bir mangiz qilamiz. Tepasiga 1, 2, 3. 3 yoki 4 dona zanjir oling va pastga mahkamlaymiz, ya'ni birlashtiramiz. 1, 2, 3. Hamon pastdagi xonaga uni ham birlashtiramiz. 1, 2, 3. Ayni xonaga 3-chi gul yaprog'imizni birlashtiramiz. Orasiga 1, 2. Takror mangizimizni chiqaramiz. Ya'ni mana bunday gul shaklida bo'ladi. To'qishga davom etaylik. Bu shaklda yana bir videoni yakuniga keldik. Sizlar bilan takror yangi videolarda ko'rishguncha sog' va omon qoling. Allohga omonat bo'ling.